Urganchda. Bu qoraganlik haqiqatdan ham yurakdan qoragan bo'ldi. Urganchdagi kutilmagan qahramon gaz sizib chiqishini to'xtatgan ishchi hammani o'ziga qaratdi. Xorazmdagi gaz zapravkalaridan birida yuz berishi mumkin bo'lgan jiddiy holatni bartaraf etgan ishchi haqidagi video ijtimoiy tarmoqlarda katta muhokamalarga sabab bo'ldi. Ma'lumotlarga ko'ra, Urganchdagi zapravkalardan birida Cobalt avtomobilining gaz ballonida texnik nosozlik kelib chiqqan natijasida avtoulovda xavfli darajadagi gaz sizib chiqishi boshlangan. Guvohlarning aytishicha, gaz chiqishini ko'rgan fuqarolar xavfdan qochib ketgan, chunki bu holat har daqiqada portlashga aylanishi mumkin edi. Biroq shu yerda ishlab kelayotgan xodim vaziyatni ko'rgach bir lahza ham o'ylanmay, juda xavfli bo'lishiga qaramay, gaz sizib chiqishining oldini olish uchun harakatga tushgan. U maxsus uskunalar yordamida holatni tezda nazoratga olib, gaz oqishini to'xtatgan va ehtimoliy fojianing oldini olgan. Videoni tarqatgan fuqaro ishchining ismi oshkor qilinmaganini, ammo 1,5 yildan beri ushbu zapravkada mehnat qilib kelayotganligi ta'kidlangan. 1,5 yil oldu. Hakikaten yürekte işlevimiz ekanligi. İşlerinize Ahmet abi. Sağ olun, salomat olun.